Assalomu alaykum, hurmatli qadri baland qadrdonlarim. Bugungi tongimiz hammaga omadli va barakotli bo'lsin. Bugungi kunda kim tug'ilgan bo'lsa, ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Aziz opajonlarim, singillarim, bugun o'zimda o'xshab chiqadigan keks retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Kerakli mahsulotlar: 6 dona tuxum, 14 osh qoshiq shakar, 8 osh qoshiq sut, vanilin, razlik litr, 18 osh qoshiq un, 1 pachka slivichniy maslo. Bizga umuman tarozning kerak-yeri yo'q. Ishimizni tuxumni chaqib, 14 qoshiq shakar solib, yaxshilab aralashtirib boshlaymiz. Erigan sariyog'ni solib, sutimizni ham qo'shib olib va uni razlik litr solib yaxshilab aralashtirib, quyuq massa hosil bo'lgandan keyin qizib turgan 180 gradus pechimizga yuborib 20 daqiqa qo'yib pishirib olamiz. Buni albatta sinab ko'ring. Bittada o'xshab chiqadigan ayni ertalab nonushta retseptingizga qo'shib qo'ying. Mana ko'rib turganlaringizday pishib chiqdi. Ichlari, podyomlari juda ajoyib bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Siz ham pishirib ko'rib, kommentariyada yaxshi fikrlaringizni qoldiring.